Creeper Minecraftdagi eng taniqli mob. Uning yuzi o'yin logotipida, launcherda va vaqti bilan Minecraft dunyosida uchraydi. Creeper kim ekanligi haqida juda ko'p fikrlar mavjud. Ba'zilar bu sudraluvchi, boshqalar esa qo'ziqorin yoki ko'proq o'simliklarga o'xshaydi deb aytishadi. Ammo dalillar juda kam. Ishlab chiqaruvchilar Creeperni mana bunday chizishadi. Tanasida dinamit bor, suyaklari bor va beixtiyor bizda savol paydo bo'ladi. Creeper hatto kimnidir ixtirosimikan degan. Ishlab chiqaruvchilar ataylab sirni saqlaydilar. Creeper chunki bu o'yinning asosiy logotipi. Siz ushbu videoga kirdingiz. Creeper kim ekanligini haqida to'g'ridan-to'g'ri javob olish uchun. Bugun bilib olasiz, nima uchun aslida Creeperlar mushuklardan qo'rqishini va qanday qilib Creeperning tanasida musiqiy plastinka paydo bo'lishini va nima uchun Creeper faqat o'yinchiga yaqinlashadi va uni portlatadi va nima uchun u boshqa moblar bilan birga quyoshda yonmaydi. Shuningdek, siz Creeper tanasida qancha porox borligini va Creeper Minecraft dunyosida qanday paydo bo'lganligini bilib olasiz. Men juda ko'p dalillarni to'pladim. Aslida Creeper kim degan savolga javob berish uchun qulayroq o'tirib oling. To'xtanglar do'stlar, videorolik davom etishdan oldin tez pastga tushib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Qancha ko'proq odam kanalga obuna bo'lsa, shuncha ko'proq teoriya video chiqadi do'stlar. Shuning uchun albatta obuna bo'lamiz va videoni davom ettiramiz. Siz Shoqoplay kanaldasiz va biz Minecraft teoriyani boshladik. Chiroyli rasm, shunday emasmi? Bu aslida Messaning piksellari. Bir qancha o'yinchilar bu rasmning aynan bir xil nusxasi borligini bilishadi. U yerda Creeperning yuzi o'ng tomonda joylashtirilgan. Undan kamroq o'yinchilar esa bu rasmning originalini yaxshi sifatda ko'rishgan. Va bu rasm nima uchun Creeperlar mushuklardan qo'rqadi degan savolga to'liq javob beradi. Keling, tartib bilan boshlaylik. Birinchi rasmda qizil maymunjonlar bilan qandaydir o'simlik ko'rinyapti. Bizga eng yaqin javob bu maymunjon o'ti. Xuddi shu, ammo boshqa rasmda maymunjon o'ti Creeperning yuzi bilan almashtiriladi. Aynan shu vaqtda ishlab chiqaruvchilar o'yinchilarga matn ostida yashiringan tushunarsiz havolani qoldirdilar. Agar Creeper mushuklar yugurmoqchi bo'lgan o'simlik bo'lsa, unda Creeper mushuklar yaxshi ko'radigan yalpiz bo'lishi mantiqan to'g'ri keladi. Bu barcha mushuklar juda yaxshi ko'radigan va bu o'simlikning barglari yeyishi mumkin bo'lgan yagona o'simlik. Shu bilan birga yalpiz qizil mevalar shaklida hech qanday mevaga ega emas. Demak, bu yalpiz emas. Bu yerda hamma narsa unchalik oddiy emas. Asl rasm bizga poyada hech qanday meva yo'qligini ko'rsatadi va haqiqatan ham bu maymunjon o'ti emas. Maymunjon o'tiga o'xshamaydi, lekin u barglar shaklida mushuklar yaxshi ko'radigan yalpizga juda o'xshab ketar ekan. Dastlabki versiyalarda Creeperlar atsilotlardan qochib ketishgan. Atsilotlar esa Creeperlarga hujum qilishgan. Xuddi hozirgi bo'rilar skeletlarga hujum qilgani kabi. Ushbu xususiyatni uzoq vaqtdan beri o'yindan olib tashlangan va endi Creeper yaqin atrofda mushuklar bo'lish xavfini his qilib tezda qochib ketadi. Do'stlar, men sizlarga Nezrit akani kanaliga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolardim, chunki bu kanalda har xil Minecraft haqida teoriya videolar va bir-biridan qiziqarli short videolarni kuzatib borishingiz mumkin. Va ukamiz vaqti bilan stream ham qilib turadi. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'ling. Kanalning silkasi opisaniyada va izohlarda bo'ladi. Endi esa videoga qaytsak, bu bizga Creeper o'simlik ekanligini aniq ayta oladimi? Yo'q, ayta olmaydi. Chunki Creeper tanasida suyaklar, umurtqa pog'onasi, dinamit blogi, miya va hattoki yuragi ham bor. Bu ishlab chiqaruvchilarning Creeper tanasining rasmiy tuzilishi. Minecraft Dungeons'dagi boshlang'ich uyda va mobiologiya ishlab chiqaruvchilarining VK kitobida paydo bo'lgan Creeper aslida kim? Biz faqat yuzaki faktlarni ko'rib chiqdik, ammo keling, buni chuqurroq o'rganamiz. Ko'pchilik Creeper bu o'simlik emas degan nazariyani rad etishadi. Ular aytishadiki, Creeper o'simlik bo'lishi mumkin emas, chunki u yashil, lekin uni yorug'lik bo'lmagan konlarda uchraydi. Ular qaysidir ma'noda to'g'ri aytishyapti. O'simlikni yorug'liksiz qorong'u joyga qo'yib qo'ysangiz va tez orada u yashil bo'lishni to'xtatadi. O'simliklarda xlorofil kabi pigment mavjud. U o'simliklar uchun yashil bo'yoq bo'lib, xlorofil mavjud bo'lish uchun unga yorug'lik kerak. 1.17 versiyaga qadar Minecraft o'yinchilari bu savolga javob bera olmadilar va Creeper o'simliklar nazariyasi abadiy yo'qoldi. Biroq Minecraftga yashil o'simliklar, azallar, sporalar, porloq revazorlar uzumlari, mo'x, o'tlar, qattiq barglarni o'z ichiga olgan yam-yashil g'orlar qo'shildi. Bularning barchasi yer ostida yam-yashil o'simliklarning yangi dunyosini yaratdi. Minecraftda qanday qilib yer ostida yorug'liksiz o'simliklar ham yashil rangda? Gap shundaki, o'simlik yer osti yuzasida bo'lgani kabi o'sish uchun tuproqdan suv va minerallarni o'zlashtiradi. Ammo Minecraftda yer osti suvlari va yer usti suvlari juda ko'p farq qiladi. Yer osti suvlarida yaltiroq sakkizoyoqlar suzadi. Ularda yaltiroq suyoq bor. Ular tekst yoki ramkadagi matnni porlashiga olib keladi. Ular bu suyoqni suvga tashlaydilar agar ular urilsa. Nafaqat o'yinchilar ularni uradi, balki aksolotlar ham ularni urib, ularni ovlaydilar. Shaxtalarda ichadigan boshqa hech narsa ega bo'lmagan o'simliklar ildizlari bilan aynan yaltiroq sakkizoyoqlar suzadigan suvdan ichadi. Agar o'simliklarning katta miqdordagi vaqti bu suvni siyoh bilan nurdan iste'mol qilsa,
bo'lsa, oxir-oqibat ular o'zlari porlay boshlaganlari ajablanarli emas. Mevalarning yorug'ligi haqida yana qanday taxminlar bo'lishi mumkin? Ular shunchaki paydo bo'la olmaydi. Bu o'simliklarning evolyutsiyasi ko'p vaqt o'tgach, o'simliklar bu suvni o'ziga singdirganligi sababli va suv shunday bo'ldi, chunki unga yaltiroq sakkizoyoqlar suyog'ini tashlagan. Haqiqiy hayotda ham o'simliklarning evolyutsiyasi mavjud. Flycatcher chivinlarni jalb qilish va keyin ushlash uchun rivojlangan. Shuning uchun u omon qoladi. Shuningdek, g'or o'simliklari omon qolish uchun ularga yorug'lik kerak edi. Oxir-oqibat mevalar nuri paydo bo'lganda o'simliklarning o'sishi tezlashdi. Yorug'lik mevalar mash'al kabi kuchli yorug'lik manbai hisoblanadi va quyosh nuridan kam emas. G'ordagi o'simliklar xlorofil ishlab chiqarishi mumkin, chunki yorug'lik endi ular uchun mavjud. Shuning uchun ham Creeper nazariyasi yerosti yashil o'simlik sifatida cheklandi. Do'stlar, yana bir bor eslatib o'taman, agar hali ham Nezrit akaning kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizdan iltimos kanaliga obuna bo'ling, chunki aynan Nezrit aka bu videoni homiysi. Kanalning silkasi video ostida va izohlarda bo'ladi. Creeper skeleti bu g'alati tuyuladi, lekin u hatto odamga o'xshaydi. Umurtqa pog'onasi, bosh suyagi, jag', tos suyagi va oyoq suyaklari bor va uning oshqozonida dinamit blogi bor. Creeperni ishlab chiqaruvchilar aynan shu tarzda ko'rishlari g'alati. Biroq sizning oldingizda ko'rgan barcha narsalar mantiqiy asosga ega. Keling, Creeperda porox bo'lgan dinamitdan boshlaylik va agar bu o'simlik bo'lsa, unda o'simlik bunday portlovchi materialni o'z ichiga olishi mumkinmi? Javob ha, bo'lishi mumkin. Haqiqiy hayotda porox tarkibidan boshlaylik. Siz aralashtirishingiz kerak bo'ladi. To'xtanglar, bu narsani hayotda takrorlab o'tirmanglar. Bu shunchaki teoriya uchun. Shunday qilib, haqiqiy hayotda poroxning 3 ta tarkibiy qismdan iborat: kaliy nitrat, daraxt ko'miri va oltin gugurt. Qiziqarli, ammo Minecraftda 3 ta komponentdan biri allaqachon mavjud. Bu daraxt ko'miri. Ammo birinchi raqamli komponentga qaytsak, tabiatdagi kaliy nitrat kompost chirindi Minecraftdagi kompost chuquri orqali hosil bo'ladi aslida. Agar Minecraft haqiqiy bo'lsa, u kaliy nitrat va boshqa tarkibiy qismlarni hosil qilishi kerak edi, suyak kukunidan ko'ra. Kaliy nitrat bu tushgan barglar, daraxt mevalari, novdalar va boshqa narsalarning komposti. Axir haqiqiy hayotda kuzda yerga tushgan barglar chirindi hosil qilishini ham bilasiz-ku. Keyingi bahorga qadar tuproqni urug'lantiradi va mening maqsadim bitta sizga savol berish: g'orda tushgan barglar va mevalar kaliy nitrani hosil qila oladimi? Javob o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Albatta ha, mumkin. Ikkinchi komponent bu daraxt ko'miri. Bu ro'yxatdagi eng oddiysi. Biz bilamizki, bunday ko'mir yonib ketgan daraxtdan olinadi. Qanday qilib bunday ko'mir yer ostida paydo bo'lishi mumkin? Bu oddiy-ku. G'ordagi shartli azal daraxti lava bilan yonib ko'mir hosil qildi. Komponent 3: oltin gugurt va aniqroq oltin gugurt vodorod. Oltin gugurt tabiatda ajralib chiqadi, chirigan tirik organizmlar va ularning qoldiqlari. Siz aytishingiz mumkin, "Sho'xa, siz qanday oltin gugurt haqida aytyapsiz? Axir Minecraftda oltin gugurt rudasi yo'q-ku." Minecraftda hamma narsa haqiqiy hayot mantig'iga asoslangan narsalarga qo'shilmaydi. Minecraftda oltin gugurt bor va eng boy oltin gugurt bu pesok dush. Buni tushunish uchun siz pesok dushni yoqing va ko'k olovni ko'rasiz. Pesok dushda tirik mavjudotlarning chirigan qoldiqlari borligi sababli mana hattoki yuzlari ham ko'rinyapti. Va internetda oddiy qidiruvlar orqali oltin gugurt ko'k rangda, vodorod sulfidi esa ko'k olovda yonishi tushunishingiz mumkin. Moviy olov bor, chirigan qoldiqlar bor. Aniq xulosa: o'yinda oltin gugurt mavjud. Natijada Minecraftda kaliy nitrat, daraxt ko'miri va oltin gugurt mavjud. Sizga shuni eslatib o'tamanki, o'simliklar o'sishi bilan ildizlarni juda uzoqqa va chuqurga cho'zadi, atrofga singdiradi. Turli xil minerallar va jumladan ular oltin gugurt va kaliy nitratni o'zlashtirdilar. Qoldiqlar yuqori dunyoning oddiy konlarida bo'lgan va mavjud. Misol, bu suyaklar mos keladi. Bu yerda juda ko'p miqdorda oltin gugurt mavjud. Shuning uchun o'simliklar ichidagi portlovchi porox o'yinning ichki faklar orqali kimyoviy hisoblanadi. Va dinamit blokining ko'rinishiga hayron bo'lmang, chunki siz ham uni yasayotgan paytida kukuni qumga quyasiz, lekin qandaydir tarzda siz yozmagan harflar bilan qizil o'ralgan dinamit chashka olasiz. Creeper bilan ham xuddi shunday. Dinamit bloki faqat Creeper tanasida porox mavjudligini ko'rsatuvchidir. Creeper skeleti bu ko'plab savollarni qoldiradigan narsa. O'simlik ichida odamga o'xshash suyak paydo bo'lishi mumkinmi? Biz bilmaymiz. Suyak qanchalik kuchli, odamnikiga o'xshash yoki undan kam. Biroq qattiq o'simliklar ichidagi elementlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha ular shaftoli mevalarda uchraydi. Ichida bolg'a bilan sindirish mumkin bo'lgan qattiq suyak bor. Inson suyagi sindirish uchun taxminan bir xil kuch yetarli. Biroq kuch biz uchun muhim emas va mavjudligi muhimdir. O'simliklar ichidagi suyaklar ko'rinishidagi qattiq elementlar aniq bo'lishi mumkin. Nima uchun o'sha paytda Creeperlar suyakni skelet sifatida shakllantirgan? Chunki biz haqiqiy hayotda biladigan o'simliklarda suyak
mushak kabi bunday yumaloq shaklda. Gap evolyutsiya tezligida. Minecraftda yer osti o'simliklar tez rivojlandi va rangni ko'paytirishni o'rgandi. Va o'yindagi moblar ham juda tez rivojlanmoqda. Bu yerda chaqmoqdan qandaydir sehr. Ammo men sizga o'yin haqiqatida nima bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapman. Ushbu haqiqatlarda Creeper yashaydi. Creeper bu o'z tuzilishida yuqoriga o'sishga intilgan asosiy qismini, ya'ni boshini poyadan yuqoriga ko'targan o'simlik. Biz buni Minecraftda qattiq barg misolida ko'ramiz. Yuqorida barg, pastki qismida esa tekis poyadir. Shu sababli to'g'ri yuqoriga ko'tarilgan umurtqa pog'onasi hosil bo'ldi va keyin qolgan suyaklar, aytaylik oyoq suyaklari yurish uchun. Haqiqiy hayotda bu normal holat deb aytmayman. Ehtimol bunday bo'lmaydi. Ammo agar biz Minecraft haqiqatlarini ko'rib chiqsak, bu bo'lishi mumkin. Creeperning organlari bor, bizni yurak qiziqtiradi. E'tibor bering, ishlab chiqaruvchilar dinamitni yurak urishlariga to'liq bog'liq holda chizishadi. Bu holatda dinamit portlaydi. Yakuniy va tugatish argumenti nima uchun Creeper o'simlik hisoblanishi musiqiy plastinkalar hisoblanadi. Barcha disklar qora asosga ega. Bu qora asos haqiqiy hayotda vinil qatron yoki shlakdan qilingan. Vinil qatroni o'simlik kelib chiqishiga ega va material shlakdir. Shuning uchun u tropik daraxtning qatronidan iborat. Ya'ni Creeper bu boshqa barcha o'simliklar singari qatronga ega bo'lgan o'simlik bo'lib, unda musiqa disklarini hosil qiladi. Creeperning mutlaqo barcha xususiyatlari bu o'simlik ekanligini ko'rsatadi. Biz ko'rib chiqmagan oxirgi savol nima uchun Creeperning asosiy maqsadi o'yinchini portlatishdir? Agar hayvonlar ovqat yoki shunga o'xshash narsa bilan ko'paytirilsa, haqiqiy hayotda ham ko'paytirish uchun o'simlik sporalarini tashlaydi. Creeper ko'payishi uchun ham u ham o'z sporalarini portlatib tarqatishi kerak. U o'yinchiga joylashadigan sporalarni purkaydi va u o'yinchiga yaqinlashadi va portlaydi. Chunki faqat Minecraftda o'yinchi sayohatchidir. Birinchi versiyalarda Creeper qo'shilganda ular barglarning yashil zarralarini sochib portlashardi. Ehtimol siz bu haqida o'ylamaysiz va hozirda siz Creeperlarning ko'payishiga yordam beryapsiz. Chunki u yolg'iz portlaydi va bu qo'rqinchli emas. Chunki uning sporalaridan dunyoning turli joylarida yana bir nechasi paydo bo'ladi va o'sadi. Shu bilan videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta kanalga obuna bo'ling.